Bu maxraj va sifatlar video darslar to'plamining 10-qismi. Ushbu darsda eng ko'p bahs qilinadigan harflardan biri ro haqida to'xtalamiz. Bu darsda uning aniq maxraji, to'g'ri talaffuz usuli va u haqida keng tarqalgan xatolar hamda noto'g'ri tushunchalarni muhokama qilamiz inshaalloh. Avvalo, bu harf dunyo tillari ichida eng ko'p turlicha talaffuzga ega ekanini bilishimiz kerak. Shuning uchun tilshunoslar bu tovushning turli tillarda uchraydigan xilma-xil ko'rinishlarini ifodalash uchun ko'plab fonetik belgilar, ya'niki harflar ishlab chiqqan. Bu tovushlar bir-biriga o'xshash tuyulishi mumkin, ammo aslida farqlanadi. Masalan, Arra, arra, ag'a, arra, a. shunday qilib, siz ona tilingizga qarab, bu tovushni o'zingizga xos bir ko'rinishdan foydalanishingiz tabiiy. Lekin bugungi darsda bilishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, ona tilingizdagi ro'ni Qur'oni Karimdagi ro bilan qiyoslash aslo mumkin emas. Shuningdek, bu harf falon tildagidek yoki falon tovushga o'xshaydi deb ham aytilmaydi. Hatto ayrim arablar ro harfini titratib, masalan, ar-ro talaffuz qiladilar. Ammo bu ham Qur'oni Karim tilovatidagi to'g'ri ro talaffuzi emas. Agar bu siz uchun butunlay yangilik bo'lsa, unda o'zingizni mutlaqo yangi tovushni o'rganishga tayyorlashingiz juda muhim. Ya'ni, avvalgi tajribaga tayanmasdan, boshidan to'g'ri usulni o'zlashtirganingiz ma'qul. Bu ro'ni to'g'ri o'rganishning eng tez va eng samarali yo'lidir. Endi savol: o'zi Qur'oni Karimda ro'ni qanday talaffuz qilinadi? To'g'ri talaffuz qilish uchun ikki a'zo bir-biriga tegish kerak. Bular til uchi va old tishlar ortidagi milk qismi, tanglay emas. Masalan, Ra, ra, ra. biz avvalo tilning old qismiga e'tibor qaratamiz va til uchini old tishlar ortidagi milk qismi bilan qayerda va qanday qilib bevosita tegishini batafsil tushuntirib o'tamiz. Tilning aynan qaysi qismi ishlatilishini yaxshiroq tushunish uchun biz ro harfini uning ikki qo'shni tovushi lam va nun bilan taqqoslaymiz. Chunki bu uchta harfning maxraji deyarli bitta. Lam talaffuzida til uchining kattaroq qismi old tishlar ortidagi milkka tegadi. Ya'ni shu butun maydon bosim ostida bo'lib, lam tovushi hosil bo'ladi. Nun talaffuzida esa til uchining kichikroq qismi old tishlar ortidagi milkka tegadi. Shu kichik qismning bosilishi natijasida nun tovushi hosil bo'ladi. Ana endi ro tovushiga kelsak, u lam va nundan keyingi o'rinda joylashadi. Ya'ni aynan mana shu hududda. Ro'ni lam va nun bilan taqqoslashdan maqsad bu sizga ro'ni talaffuzida til uchidan qancha qismi ishlatilishini aniqlash uchun yordam beradi. Chunki ko'pchilik odamlar bu ikki tovush lam va nunni tabiiy ravishda to'g'ri talaffuz qila oladi. Shunday qilib, lam va nunning chiqadigan o'rnini talaffuz qilib ko'ring. So'ng ularning orqasidan sal pastroqdan bir joyni tanlang. Ana shu joy Qur'oni Karimdagi ro tovushining maxrajidir. Endi esa old tishlar ortidagi milk haqida. O'zi bu yerda til uchining aynan qaysi joyi shu qismga tegish kerak? Keling, yana lam va nun bilan taqqoslab ko'raylik. Nun tovushi lamning orqasidan talaffuz qilinadi. Ya'ni nun og'iz ochilishiga lamga qaraganda biroz yaqinroq. Ro esa nunning pastrog'idan talaffuz qilinadi. Demak, ro yuqori old tishlarning orqa qismiga nunga qaraganda biroz yaqinroq. Boshqa so'z bilan aytganda, nundan biroz pastroqda, tishga yaqinroqdan chiqadi. Demak, ular bir xil maxrajda emas ekan, lekin bir-biriga juda yaqin. Nun lamning pastrog'idan, ro esa nunning pastrog'idan chiqar ekan. Ana shu aniq joyda til uchining ma'lum qismi old tishlar ortidagi milkka tegib, ro tovushini chiqaradi. Endi savol: ro'ni o'zi qanday talaffuz qilamiz? Tilni bosamizmi yoki bo'shliq qoldiramizmi? Bu tovush uzluksizmi, ya'niki sirg'aluvchi sifati bormi? Tilning orqa qismida nima bo'ladi? Til orqa qismi ko'tariladimi yoki yo'qmi? Avvalo, til uchini ko'rsatilgan old qismi
old tishlar ortidagi milkka yengil bosiladi. Ammo tilning uchi to'liq bosilmay, ozgina bo'shliq qoldiriladi. Shu kichik bo'shliq orqali havo chiqib, tovush hosil bo'ladi. Xuddi rasmda ko'rsatilgandek. Ya'ni aynan ro chiqadi. Agar mana shu teshikcha bo'lmasa, roning talaffuzi soqovcha bo'lib qoladi. ar ar ar-Rahman ar-Rahim mustaqar Va yana agar bu kichik bo'shliq bo'lmasa va tilning uchi to'liq yopilib qolsa, havo chiqa olmaydi. Natijada til uchi tebranib, titroqli ro tovushi chiqadi. Bu esa Qur'oni Karimdagi talaffuz uchun to'g'ri emas. r Demak, qisqa qilib aytganda, Qur'oni Karimdagi ro shunday hosil bo'lar ekan. Til uchining katta qismi bosiladi, ammo o'rtasida kichik bo'shliq qoldirilib, havo chiqishiga yo'l qoldiriladi. Ikkinchi xususiyat, ro tovushi cho'zilishi mumkin, lekin bir harakat miqdorida. Qur'oni Karimda biz uni cho'zib talaffuz qilmaymiz. Zero talaffuz usuli bunga yo'l ham qo'ymaydi. Lekin mashq sifatida tilning joylashuvi va texnikasini mustahkamlash uchun uni biroz cho'zib ko'rish foydali. Masalan, ar uchinchi xususiyat bu tilning orqa qismi haqida. Qur'oni Karimda ro ikki xil o'qiladi. Tafhim, ya'ni yo'g'on talaffuzli ro va tarqiq, ya'niki ingichka talaffuzli ro. Eng ko'p uchraydigan yo'g'on o'qiladigan roda tilning orqa qismi ko'tariladi. Bu holat yo'g'on o'qiladigan harflarda doimiy kuzatiladi. ra'a marad Ingichka o'qiladigan roda esa tilning orqa qismi ko'tarilmaydi. Natijada yumshoq ohang paydo bo'ladi. qadir ar-rih Mashqda va o'rganishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. Birinchisi, lab harakati yo'q. Ro talaffuzida lablar umuman qatnashmaydi. Labni o shaklida qilib talaffuz qilish noto'g'ri, chunki bu tovushga ortiqcha u ohangini qo'shadi. Ikkinchisi, inglizcha ro bilan adashtirmang. Ba'zi odamlar Qur'oni Karimdagi roni ingliz tilidagi ra so'zidagi roga o'xshatishadi. Aslida inglizcha ro mutlaqo boshqa tovush. Unda til orqaga, ichkariga qayriladi va chiqish nuqtasi butunlay boshqa. Shuning uchun bu usuldan foydalanmang. U sizni to'g'ri talaffuzdan uzoqlashtiradi. Uchinchisi, titroqni to'g'ri ishlatish. Qur'oni Karimdagi ro titroqsiz bo'lishi mumkin emas. Ammo uni mubolag'a qilish ham xato. Har bir roda faqat bitta titroq bo'lishi kerak. Ya'niki bitta ro bo'lishi kerak. Titroq ko'paysa, ro ham ko'payib ketadi. Misol uchun, ra'a ra'a kharaj kharaj agar roda shadda bo'lsa, birinchi ro titroq bilan tugab, ikkinchi ro titroq bilan boshlanadi. Masalan, ar ra ar ra ar-Rahman ar ra ar-Rahim ar-ru ar-ruh ortiqcha titratish esa xato hisoblanadi. Chunki bu so'zda birdan ortiq ro bor degan xayolni uyg'otadi. ar-Rahman Yakuniy eslatma. Agar kimdir umuman ro harfini talaffuz qila olmasa, til mushaklarini mustahkamlash uchun maxsus mashqlar mavjud. Bunday mashqlar ro talaffuzida qiynaladigan odamlarga qo'llanadi. Agar sizga shunday mashqlar kerak bo'lsa, biz alohida dars tayyorlab beramiz inshaalloh. Darsni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha